Povur aka. Somsangiz pishdimi? Somsangiz pishdimi? Dedimlar o'ldirmoqchi edi. Ye uka, bugun ko'p pul olib kelibsan, bunga 4 ta go'shtli beradi. Hozir beraman. Yo'q, go'shtli olib ketamanmi? Uka kelib turgan, o'zingga ham qo'shib 5 ta qilib qo'ydim. Ota-onangni o'ylayotgani uchun rahmat. Rahmat aka. Xafa bo'lmagin, ulug'san doshna. O'zi berayotgan puli 2000 bo'lsa, sen nechta go'shtli somsa berib yuboryapsan? Qancha ziyon qilayotganingni bilyapsanmi? Bunaqalar ko'p, qanchasiga yetkazirasan. Hozir men ham shunaqa qilib jinniga o'xshab kelib, jichcha rahmingni keltirsan demay menga bor bitingni berib yuborar ekansan-da. Ey, menga qaragin oshna. Bu jinni bo'lsa ham o'ziga olgani yo'q. Ota-onasiga olib borib beradi berganimni. Sen soppa-soqsan, seni aqling rosa, har kuni o'rtoqlaring bilan 5 barmoq qaziqardalarga borishni bilasan. O'shalarni yeyotganda ota-onam nima yeyapti ekan deb biror marta o'ylaganmisan? Bu jinnidir, pulni qancha qiymatga egaligini bilmaydi, lekin ota-onasini qanchalik yaxshi ko'rishni biladi. Oshna, menga bergan 2000 so'm puli uchun emas, menga har kuni kelib ota-onaga qanday mehribon bo'lishni eslatib ketganligi uchun beraman o'sha 4 ta somsani. Ba'zida o'ylab qolaman, aslida jinni umikin yoki bizmikin deb. Sen bilan biz aqli rasomiz pulni qadr qimmatini bilamiz. Lekin ota-onamizni qadr qimmatini bilmaydigan jinnini yo'q bo'lgan insonlarmiz.